Oldingi videoda aytdim, agar hikoyalarni yozib ketsanglar, boks abzor qilib berayotganda hikoyalarni aytib beraman. Bitta qiz, opajon, boshqa qizlarga o'rnak bo'lsa, meni hikoyamni aytib bering deb yozibdilar. Bugun ularning hikoyalarini birga o'qiymiz. Dadamning yaqin qarindoshlari yaqinda o'g'liga katta tug'unyakni o'tkazib bermoqchi. Ular juda boy, lekin bola menga umuman yoqmasdi. Dadam shunga erga beraman deb meni xoli jonimga qo'ymadi. Keyin esa o'sha bayramga meni dadam majburlab olib ketdilar va meni u bola bilan bitta xonaga qamab qo'yishdi va u bolaning qo'lida telefon va aroq bor edi. U bola menga meni rozi qilmaguncha chiqib ketmaysan-da, men как-нибудь chiqib ketish uchun men roziman dedim. Keyin u to'xta, dalil qilishim kerak deb meni videoga oldi. Keyin esa men bo'ldimi, chiqib ketaversam bo'ladimi desam, yo'q endi men yonimga kelchi deb menga tegishni boshladi. Keyin men undan qancha uzoqlashmay u baribir menga tegardi. Keyin esa men baqirishni boshladim. U o'zini bekitdi va meni va'dalariga ishontirdi. Keyin esa menga yaxshi muomala bo'lib dasturxon ustiga suhbatlashishni taklif qildi. Men endi insof kirdimmi deb dasturxonga o'tirdim. Keyin esa u menga bu meni oxirgisi masharodan 3 stakan ichganda ketaversang bo'ladi va men ishonib o'sha arodan 3 stakan ichdim. Keyin esa beixtiyor uxlab qoldim. Keyin u men nima qilganim umuman esimda yo'q edi. Keyin hushimga kelib qarasam, uyimda yotibman. Bu ishi hammasini u bolaning odamlari qilgan ekan. Keyin esa bilib qolganman, bu narsani adamam rejalashtirgan ekan va shu bilan ularning hikoyalari tugadi.